Tak. Ovoz bormi? Xo'sh. 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1. Ovoz bormi? Normalniy emas? Get. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Siz bilan Atom o'quv markazi va Mahmud Matkarimov. Demak, milliy sertifikat natijalarimiz chiqdi. Natijalardan juda ham xursand bo'ldik va shuning uchun ham 1-2 kun dam olish qildik desam bo'laveradi. Ya'ni nima deydi? O'zi horg'in, masalan, milliy sertifikatga o'quvchilarni ko'p tayyorlab yurgandik va kanalga ham juda ko'p e'tibor, onlayn darslarimizga ham juda ko'p e'tibor bergandik. Aynan shuning uchun ham milliy sertifikat natijalari chiqdi. Albatta juda ham xursand bo'ldik. Masalan, natijalarimizni o'zingiz ko'rdingiz. Quvongidek natijalar bo'ldi. Xorazm viloyatida eng yuqori natijalardan biri. Tabiiyki, bu narsa uchun juda ham xursand bo'ldik va shuning uchun ham 1-2 kun pauza oldik. Lekin xudo xolasa mana yana nimaga qaytdik? Onlayn dars nima deydi? Onlayn videolarni chiqarishni boshladik. O'zi onlayn darslarimiz davom etyapti. Prosta onlayn ham offlayn ham davom etyapti. Faqatgina kanalda mana shu yozma ishlarning tahlillari biroz orqaga surilib turgandi, lekin inshaalloh mana shu narsani ham boshladik. Endi nimada bugungi tahlilimizda o'sha tashlagan misolim, ya'ni yozma ish bo'yicha bu adashmasam 3-mayda tushgan milliy sertifikat imtihoni bo'yicha tushgan savol. Shundan 41-masalani tahlil qilamiz. Xudo xolasa keyin mana buni 43-misolni ham tahlil qilib beraman, lekin bu bugun emas. Chunki bugunga bittani tahlil qilsak ham, oz bo'lsa ham har kuni qilsak, xudo xolasa inshaalloh zo'r bo'ladi. Natijasi ham, sizni o'zlashtirishingiz ham, sizga singishi ham zo'r bo'ladi. Tak, ovoz yaxshimi? Ovoz yaxshimi? Iloji bo'lsa yozib yuboring, ovoz yaxshi deb. Tak, yaxshimi? Bo'ldi. Demak, ketdik. 41-masala. Bizda 63 gram temir 2 oksid, temir 3 oksid va mis 2 oksid aralashmasi koks bilan qizdirilganda is gazi ajralib chiqdi hamda 47,2 gram metallar aralashmasi paydo bo'ldi. Ajralgan is gazi X litrli idishga yig'ildi va unga kislorod qo'shildi. Idishdagi aralashmada kislorodning boshlang'ich konsentratsiyasi 3 molarga teng edi. Aralashma qizdirilganda 2 daqiqa davomida muvozanat holatiga erishildi. Muvozanatda kislorod hamda karbonat angidridning konsentratsiyalari o'zaro teng bo'ldi va muvozanat konstanta 0,5 ga teng bo'ldi. Reaksiyada hosil bo'lgan karbonat angidrid kalsiy karbonat suspenziyasiga o'tkazilganda to'liq yutilib tunuka eritma hosil bo'ldi. Olingan eritma hajmi 2000 ml-gacha suyultirildi. Demak, 47,2 gram aralashma konsentrlangan nitrat sifatida eritilganda 0,6 mol jigarrang gaz ajraldi. Dastlabki oksidlar aralashmasini molini toping, X'ni toping. Agar muvozanat holatidagi to'g'ri X tezligi muvozanat o'rnatilgungacha bo'lgan o'rtacha tezlikdan 2 barobar katta bo'lsa, to'g'ri X tezlik konstantasini hisoblang va hosil bo'lgan eritmani molar konsentratsiyasini hisoblang deyapti. Har doim 41-masalani ishlaganda birinchi bo'lib hamma yerini o'qib olishimiz kerak. Ya'ni bizda aniq tushuncha paydo bo'lishi uchun. Lekin buni ko'pchilik aytadi-da, masalan, oxiriga yetganda boshi esimdan chiqib ketadi dedi. Bu tabiiyki hech kim buni yodida saqlamaydi. Siz boshida umumiy tushunchaga ega bo'lib olasiz va keyin porsiyalarga bo'lib ishlaysiz. Mana har doim aytadigan gapim. Ya'ni katta masalani hech ham bir butun qilib ishlab bo'lmaydi. Buni porsiyalarga bo'lib ishlashadi. Aynan ketdik. Masalan, endi biz tushundik, qaytarilibdi, is gazi olinibdi, kislorodga qo'shilgan, muvozanat qilingan, tezlik qilingan va hokazo, hokazo. Ishni boshlaymiz. Qarang. Bizda 63 gram temir 2 oksid, temir 3 oksid va mis 2 oksiddan iborat metal oksidlari aralashmasi bor ekan. Demak, ketdik. Temir 2 oksid, temir 3 oksid va mis 2 oksid. Endi bu koks, ya'ni uglerod qo'shib qizdirilgan. Endi uglerod qo'shib qizdirsak, mana bunda temir bilan is gazi chiqadi, bundan temir bilan is gazi chiqadi, bundan mis bilan is gazi hosil bo'ladi. Demak, pastdagi reaksiyamiz teng, yuqoridagi reaksiyamiz 2, 3, bu yerga 3 qo'ysak reaksiyamiz tenglashadi. Endi yuqoridagi reaksiyamiz ham teng. Endi e'tibor bering. Bizda mana bu 47,2 gram, yo'q, 63,2 gram ekan. Mana bu metal oksidlarining massasi 47,2 gram ekan. Endi vnimatenniy qarang. Mana shu yerda juda ham bir qiziq narsa bor. Bu 62 gram, bu 47,2 gram. Bizda qaraydigan bo'lsak, mana shu metal oksidlarning metallarining o'zining massasi 47,2 gram. Endi savol, metallarni olib tashlasak buni nima qilyapti bizda? Nimani ko'ryapsiz? Kislorodni ko'ryapsiz, to'g'rimi?
Demak, bizda dastlabki mana shu aralashmaning ichidagi kislorodning massasi 63,2 dan 47,2 ni ayirsangiz 16 gram kislorod chiqadi. Endi savol, mana shu kislorodlar qayerga ketdi? Ya'ni bu nima bo'ldi? Bunda is gaziga, bunda is gaziga, bunda ham is gaziga o'tdi, to'g'rimi? Demak, bizda 16 gram kislorod mana shu is gazining ichida turibdi desak bo'ladi. Va biz bundan 16 gram kislorodni molini topib, ya'ni kislorod molini topsak 16 ni bo'lamiz 16 ga 1 mol. Demak, ajralib chiqqan is gazining miqdori ham 1 mol ekanligini bilsak bo'ladi. Nimaga? Chunki bitta is gazining ichida bitta kislorod bor. Demak, 1 mol bo'lsa, bu ham 1 mol. Shu. Masalamizning eng asosiy joylaridan biri mana shu ish. Ya'ni, birinchi bo'lib, bundan buni ayirdim, kislorodning massasi ekanligini topdim. Ikkinchi, u kislorodning molini topdim. Uchinchi, demak, bu kislorod qayerga ketdi? Is gaziga. Bu 1 mol bo'lsa, bu ham 1 mol ekanligini topib oldim. Ya'ni menda hosil bo'lgan is gazimning miqdori 1 mol ekan. Mana. Endi bizga aytayotgan gap bor edi. Ya'ni birinchida pastda qarang. 47,2 gram mana shu metallar dedi. Konsentrlangan nitrat kislotada eritilganda 0,6 mol jigarrang gaz ajraldi. Dastlabki aralashmadagi moddalarning molini toping. Ya'ni mana bu oksidlarning molini so'rayapti. Qarang. Mana shu 47,2 gram metallar aralashmasi konsentrlangan nitrat kislotada eritilsa, savol, kim reaksiyaga kirishadi konsentrlangan nitrat kislota bilan? Temirmi yoki mismi? Yoki ikkalasi hammi? Albatta mis, temir reaksiyaga kirishmaydi. Nimaga? Chunki temir, xrom, alyuminiy uchisi o'rtacha aktiv bo'lsa ham konsentrlangan nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishmas edi. Yodingizda saqlang bu narsani. Demak, misimizga konsentrlangan nitrat kislota qo'shadigan bo'lsak, mis 2 nitrat, demak, NO2 hamda suv hosil bo'ladi. Qarang endi. Mana bu ajralib chiqqan jigarrang gaz 0,6 mol ekan. NO2 bu pastiga 2 qo'yamiz va 64 qo'ysak, mana bu misimizning massasi kelib chiqadi. Bu 0,3 bo'lsa 19,2 gram bo'ladi. Endi qarang, bizda umumiy 47,2 gram nimalar edi? Metallar edi. Temir reaksiyaga kirishmadi. Konsentrlangan nitrat kislota bilan. Demak, mana bu temirning massasi 47,2 dan 19,2 ni ayirsak 28 gram bo'ladi. Endi qarang, bu 28 gram deganimiz bizda menimcha bilasizlar, uje 0,5 mol, 28 ni 56 ga bo'ldik, 0,5 mol. Hozir mayda ishlarni yozib o'tirman, sabab doska to'lib ketadi juda ham. Bu 0,5 mol temir, mana bu 19,2 gram mis 0,3 mol. To'g'rimi? 0,3 mol. Endi qarang, bizda bu yog'ini sistema qilsak, darrov chiqib turaveradi. Ya'ni mana bu demak bu 3-ish bo'lsa, 4-ish mana bu massaga o'tdim. 5-ish, to есть buni belgilab olaylik. 5-ish temirga o'tdim, 6-chi buni molga o'tdim, 7-chi buni molga o'tdim. Endi 8-chi qarang. Mana bu mis 0,3 mol bo'lsa, mana bu is gaziga o'tsak ham 0,3 mol bo'ladi. Endi qarang, menda umumiy is gazilar 1 mol edi. Demakki, mana bu ikkalasi 0,7 mol menda. Mana bu temirlarning miqdori esa 0,5 mol. To'g'rimi? Endi menda oksidlarning miqdorlarini so'rayotganda, bu 0,3 mol bo'lsa, bu ham 0,3 mol. Endi mana bu x bo'ladigan bo'lsa, bu x, bu ham x, bu y bo'lsa, bu 2y, bu esa 3y bo'ladi. Va menda oxirgi ishim qoldi. Endi buni sal boshqacharoq svet qilay. Masalan, bu qilsam ko'rinadimi? Ha, ko'rinadi ekan. Qarang. X plus 2y teng 0,5. Mana bu x plus 3y'imiz teng 0,7 desak, demak y'imiz 0,2 chiqadi. Shunda bizada x'imiz 0,4 bo'lsa 0,1 chiqadi. Qarang, menda barcha oksidlarning miqdori kelib chiqdi. Temir 2 oksidimning miqdori 0,1 mol ekan, temir 3 oksidimning miqdori 0,2 mol ekan, mis 2 oksidimning miqdori esa 0,3 mol ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ya'ni birinchi bo'lib mana shu kisloroddan ketdim, mis gazining miqdoriga o'tdim va mis massasiga o'tib, temirga o'tdim 0,5 mol. Ikkalasini sistema qildim va jeni chiqarib oldim. Mana shunaqa. Bu menimcha juda ham oson narsa va birinchi so'rayotgan narsa bizda chiqdi. Ya'ni bu 0,1 y02, mana bu mis 2 oksid esa 0,3 mol ekan. Tushunarli bo'ldimi birinchi bo'lak? Menimcha tushunarli bo'ldi.
Endi qarang, masalan, ikkinchi porsiyasiga o'tsak ham bo'ladi. Ya'ni ajralgan is gazi deyapti. Bizda necha mol is gazi ajralayotgan edi? 1 mol. Mana shu is gazi endi, ya'ni 1 mol is gazi, qarang. Yuttirilgan noma'lum litrli, ya'ni x litrli idishga va bunga kislorod qo'shildi. Aralashmadagi kislorodning boshlang'ich konsentratsiyasi 3 molar edi. Ya'ni buning ichida 3 molar kislorod bo'lgan. 3 molar kislorod bo'lgan x litr idishga yuttirildi. Keyin natijada 2 daqiqada muvozanat holatiga erishdi. Ya'ni reaksiya 2 daqiqa davom etibdi. Bizda reaksiya davom etish vaqti 2 minut va muvozanat vujudga keldi. Muvozanat holatida kislorod va karbonat angidridning konsentratsiyalari teng bo'ldi. Qarang, muvozanat paytida kislorodning konsentratsiyasi karbonat angidridning konsentratsiyasiga o'zaro teng bo'ldi. Endi bizga shundan foydalanib Km 0.5 ligini beryapti. So'rayotgan narsalar x ni toping deyapti. Demak, birinchi, ikkinchi ishda x ni so'rayapti bizda, x topishimiz kerak, ya'ni idishning hajmini. Keyin muvozanatga bog'liq bir nimalar bergan, uchinchidan endi hozir uni ko'ramiz. Hozir mana bu narsani ko'raylik boshda. Qarang. Demak, bizda is gazi kislorod bilan reaksiyaga kirishgan karbonat angidrid hosil bo'lgan. Qarang. Bizda dastlabki reaksiyaga kirishgan va muvozanat desak. Bunda Km topish uchun moldan ketib bo'lmaydi. Обязательно konsentratsiyaga o'tishimiz kerak. Buning o'zining qoidasi bor. Endi qarang, kislorodimiz 3 molar. Bu yerga 3 molarni qo'yamiz. Endi menda aytayotganda kislorod bilan karbonat angidridning muvozanat holatdagi konsentratsiyalari o'zaro tenglashib qoldi. Keling endi mana shu kislorodning reaksiyaga kirishgan konsentratsiyasini x molar deb olsak, mana bu is gazi 2x bo'ladi. Bu 2x bo'ladi. Demak, buni muvozanati 2x, buni muvozanati 3 minus x bo'ladi. Buni reaksiyaga kirishgan 2x. Karbonat angidridni to'g'ri muvozanatga tushdim. Menimcha buni tushundingiz. Endi qarang, bizda 3 minus x teng 2x bo'lsa, 3 teng 3x bo'ladi va ximiz 1 chiqadi. Qarang, x degani bu mana bu idishning hajmi emas edi. To'g'ri, shuni o'sha v deb qo'ying, sababi x deb o'ylamang. Bu v. Buni topishimiz kerak bizga. Qarang, ximiz bizda 1 molar chiqdi. Ximiz 1 molar degani mana bu yerda kislorodning reaksiyaga kirishgan konsentratsiyasi 1 molar ekan. Endi qarang, bu 1 molar. Yoza olaman, bu 1 molar. Endi mana bu kislorodning muvozanatdagisi 3 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, 2 molar bo'ladi. To'g'rimi? Endi mana bu karbonat angidridniki 2 ni 1 ga ko'paytsak, bu ham 2 molar bo'ladi. Endi mana bu is gazining reaksiyaga kirishgani 2 molar bo'ladi. Endi menda berayotganda Km, ya'ni muvozanat konstantamiz 0.5 deb berayotgandi. Endi qarang, menda mana bu kislorodning muvozanati bor, karbonat angidridning muvozanati bor. Mana bu is gazining muvozanatini y bilan belgilab olaman. Sababi shuni topsam bo'ldi. Men dastlabki is gazining konsentratsiyasiga erishaman. Km qanaqa qilib topiladi? Bunda karbonat angidridni, demak, ikkinchisi, is gazining ikkinchisi, kislorodning birinchisi qilib topiladi. Demak, Kmimiz 0.5 bo'ladigan bo'lsa, значит bu 2 ni 1 ga ko'paytsak 2 ni kvadrati, pastda y ni kvadrati ko'paygan 2 bo'ladi. Qarang, 0.5 ko'paytsak y ni kvadrati teng 2 ni kvadrati bo'ladi va biz bu yerdan ildiz olib olsak, o'sha y'imiz 2 ga teng bo'ladi. Qarang, y 2 ga teng bo'ldi degani bizada qaraydigan bo'lsak, qarang. Mana bu muvozanat paytida buni mana bu yerga qo'yaylik. Muvozanat paytida buni molar konsentratsiyasi 2 molar, reaksiyaga kirishgani ham 2 molar, dastlabki molar konsentratsiyasi shunda 4 molar bo'ladi. Endi e'tibor bering. Bizda is gazining moli 1 mol deb berilgandi. Demak, molar konsentratsiyasi 4 molar bo'ldi. Endi hajmni topadigan bo'lsak, oxirgi ishimiz hajm molni molarga nisbati. Ya'ni molimiz 1 bo'lamiz 4 ga, 1 ni 4 ga bo'lsak 0.25 litr chiqadi. Mana bizdan so'rayotgan o'sha hajm. Hajmimiz demak 1 taqsim 4, ya'ni 0.25 litr ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi sizga. Tushunarli bo'ldimi? Demak, bularni x molar deb oldik. Bu ikkalasini tenglab x topdik-da, Km ga qo'yib is gazining muvozanatini topib oldik va dastlabkisini topib, molini shu dastlabkiga bo'lsak, hajmi kelib chiqdi 0.25 litr. Menimcha bu juda ham oson narsa.
ikkinchi so'rayotgan narsa ham bizda chiqdi. Endi uchinchi so'rayotgan narsa, agar muvozanat holatidagi to'g'ri reaksiya tezligi muvozanat o'rnatilgungacha bo'lgan o'rtacha reaksiya tezlikdan 2 marta katta bo'lsa, shu reaksiya uchun to'g'ri reaksiyaning tezlik konstantasini toping deyapti. Endi uchinchi uchun lekin biz yuqoridagi yozgan narsamizni boshidan takrorlab olishimiz kerak. Bu yerga sig'masdi. Qarang, is gazi plus kislorod hosil bo'ldi karbonat angidrid. Dastlabki reaksiyaga kirishgan va muvozanat. Bu 4 molar, bu 3 molar ekan. 2 molar kirishdi, 2 molar qoldi. Buni 1 molar kirishdi, 2 molar qoldi va bundan 2 molar hosil bo'ldi. Endi bizga aytayotgan gapiga qarang. Bizga aytayapti, muvozanat holatidagi to'g'ri reaksiya tezligi, ya'ni mana bulardan kelib chiqadigan tezlik muvozanat o'rnatilgungacha bo'lgan o'rtacha reaksiya tezlikdan 2 barobar kam. Qarang, muvozanat o'rnatilgungacha bo'lgan tezligimizni topishimiz uchun bizda reaksiyani davom etish vaqti 2 minut deb berayotgan edi. O'rtacha reaksiya tezligini topishimiz uchun biz sarflangan moddani konsentratsiyasida reaksiyani davom etish vaqtiga bo'lishimiz kerak. Ya'ni V mana bu yerdan topiladi. Deltasi taqsim delta tau. Endi bizga kimga nisbatan tezlik ekanligini bermagan, shuning uchun koeffitsiyenti kichkina bo'lgan kislorodga nisbatan olamiz. Ya'ni buni konsentratsiyasi 1 molar bo'lamiz 2 minut davom etgan, demak 0,5 mol taqsim litr ko'paygan minut bizda o'rtacha reaksiya tezligi. Endi mana bu to'g'ri reaksiya tezligi esa undan 2 marta katta deyapti. Demak 2 marta katta bo'lsa 0,5 ko'paygan 2 1 mol taqsim litr ko'paygan minut ekan. Endi bizdan konstantani so'rayapti. Qarang, to'g'ri reaksiya tezligi topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bunda konstanta 1 ko'paygan is gazini ikkinchisi, kislorodni birinchisi. Demak, to'g'ri reaksiya tezligimiz 1 bizda. 1 konstanta x ko'paygan mana bu 2 ni kvadrati ko'paygan 2 ni birinchisi. Demakki, buni topsak 2 2 4 4 2 8 x'imiz 1 taqsim 8 chiqadi ekan. Ya'ni konstantamiz bizada 1 taqsim 8 yoki 0,125 chiqadi. Mana uchinchi so'rayotgan narsa ham chiqdi. Buning uchun mana men birinchi qilgan ishim o'rtacha reaksiya tezligini topdim kislorod bo'yicha. Ikkinchi to'g'ri reaksiya tezligi undan 2 marotaba katta deyotgani uchun to'g'ri reaksiya tezligini topdim. Uchinchi formulaga tashladim va konstantani hisoblab oldim. Bo'ldi. Mana shunaqa. Tushunarli bo'ldimi? Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi qarang, 4-chi hosil bo'lgan eritmaning molar konsentratsiyasini toping deyapti. Hosil bo'lgan eritma nima bu desangiz, mana bu yerda reaksiyadan hosil bo'lgan karbonat angidrid degan joyi bor edi. Reaksiyadan hosil bo'lgan karbonat angidrid kalsiy karbonat suspenziyasida o'tkazilsa, to'liq yutib tiniq eritmaga aylandi. Olingan eritma hajmi 2000 ml gacha suyultirildi deyapti. Qarang, bizda mana bu yerda 2 molar karbonat angidrid hosil bo'ldi. To'g'rimi? Endi o'sha 2 molar karbonat angidrid, qarang, uni hajmi 0,25 litr chiqargan edik biza. Molar konsentratsiyasi karbonat angidridda 2 molar ekan. Tabiiyki bizga mol kerak. Moli 0,5 mol. Mana shu 0,5 mol karbonat angidrid kalsiy karbonat suspenziyasiga yuborildi. Suspenziya nima ekanligini bilasiz menimcha. Ya'ni kalsiy karbonat bilan suvning aralashmasi. Bunga yuttirilganda tiniq eritma paydo bo'ldi deyapti. Tiniq eritma kalsiy gidrokarbonat eritmasi. Endi buni hajmi 2000 ml bo'lgunga qadar suyultirildi. Ya'ni bunga suv qo'shilgan va bizda kalsiy gidrokarbonatni 2000 ml eritmasi paydo bo'lgan. Bu degani 2 litr kalsiy gidrokarbonat hamda suv saqlagan eritma. Mana shu eritmani demak biza molar konsentratsiyasini topishimiz kerak ekan. Qarang. Xo'sh, birinchi nima qilishimiz kerak? Qaraymiz, 0,5 mol karbonat angidrid kalsiy karbonatga yuttirilsa nima bo'ladi? Kalsiy karbonat plus karbonat angidrid plus suv hosil bo'ladi kalsiy bikarbonat yoki kalsiy gidrokarbonat. Bu 0,5 mol bo'lsa, buni 1da 1. Tabiiyki men bu kalsiy karbonat ham 0,5 mol bo'ladi. Ana endi uni molar konsentratsiyasini topsak, molni hajmiga nisbat. Ya'ni 0,5 bo'lingan 2 teng 0,25 molar yoki mol taqsim litr. Mana bizda 4-chi so'rayotgan narsaga chiqdi.
Aynan mana shunaqa. Demak, hammasini chiqardik. Agar video sizga yoqqan bo'lsa va mehnatimizga rozi bo'lgan bo'lsangiz, iloji bo'lsa kommentariyada yoqdi deb yozib qoldiring va shunda bizga yana ishlash uchun motivatsiya bo'ladi. O'zi qarang, kunda bitta nima deydi? Bitta mana shunaqa milliy sertifikatni yozma ishini tahlil qilganimiz sizga yoqyaptimi? Yoki menda yana bitta g'oya bor. Shu narsaga nima deysiz? Bir kanalda so'rovnoma qilib ko'rishim kerak. Ya'ni balki mana shu faqat yozma ishga tayyorlaydigan onlayn kurs ochamiz. Ya'ni bizda ishlash uchun yana biroz motivatsiya bo'lardi va onlayn kursimizda masalan sizga ham juda manfaatli bo'lardi. Ya'ni kunda bitta emas, masalan 3 ta, ya'ni bitta komplekt yozma ishni tahlil qilamiz. Nima deysiz? Masalan, bizda 20 kun vaqtimiz qoldi. 20 kunda 20 variant, 20 komplekt yozma ish. Yozma ishdan ham saralab olsak. Nima deysiz? Kommentariylarga yozing, iloji bo'lsa siz qatnashamidingiz mana shu milliy sertifikatdan yozma ish guruhga. Va sizga o'zi qanday masalan yozma ishlar tahlili yoqyaptimi? Agar yoqayotgan bo'lsa, mana shunday katta misollarni o'zlarimiz tanlab 20 tasini har kuni nima qilib berishimiz mumkin masalan. 20 komplekt bu degani 60 savol degani. Nima deysiz? Yozib qoldiring iloji bo'lsa kommentariyaga. Xo'p, demak agar sizga video yoqqan bo'lsa va mana shu jonli efirimiz yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, juda katta xursandman. Nima deydi? Yaxshi kunlarda ko'rishamiz, xudo xolasa, balki yozma ish guruhini ham ocharman. Endi kanalda bepul ham ulashyapmiz, juda ham ko'p bo'lib ketibdi yozma ishlarimiz, nima qilganlarimiz, lekin har kun qilish uchun baribir mas'uliyat kerak. Mas'uliyat bo'lishi uchun shu onlayn dars ochishimiz kerakmi deb o'ylanib qolaman ba'zan. Mayli, hali bu aniq emas, lekin agar talab bo'lsa, tabiiyki ochamiz. Mayli, rahmat barchaga. Siz bilan Atom o'quv markazi va Mahmud Matkarimov bo'ldi. Tugallaymiz.